deyapti. Я была в шоке, честно. Sizlarga bugun shunaqa narsa aytib beraman, потому что o'zim kecha shunaqa shokda edim. Shokda bo'lganimdan kecha umuman даже istoriya qo'ya olmadim. Nima bo'lganini aytib bersam, sizlar ham hozir hayratda bo'lasizlar. O'g'limni stomatologga olib bordim. Nimaga? Chunki o'zimizning klinikadagi vrachimiz chet davlatga ketgandilar, детский. Majbur bo'ldik boshqa joyga borishga. Telefon qildik, srochniy bordik. Bitta bolani, yosh bolani 8 yashar o'g'limni Burxonni tishini davolatishga, tishni davoladik, частично amputatsiya nerv qildik. Даже временный plomba emas, o'tga sement qo'yildi. Постоянный plomba qo'yilmadi. Shu bilan o'g'limni olib chiqdik. Bor yo'g'i 40 minut, naverna bo'lgandir o'zi. Oxirida kassaga bordik, chek beryapti. Bir payt menga 950 ming deyapti. Bitta tish. Я была в шоке, честно, потому что bizning klinikada eng qimmat plombalar biz har doim bemorlar so'raganda aytamiz 200 ming so'mdan 650 ming so'mgacha, u eng patologi. Bu yerdagi даже plomba emas, sementni narxini 950 ming ko'rganda to'g'risi o'zim hayron qoldim. No, значит shunaqa rassenkalar ham bor ekan. Klinika nomini aytmayman, no, bu men uchun juda ham esda qolarli bo'ldi. Men buni осуждать qilmayman, потому что har bitta inson o'zini ishini har xil narxlaydi. Bu stomatologlar o'zini ishini shunaqa narxlaydigan, lekin xuddi shu ishni bizning stomatologlarimiz, bizning детский vrachimiz atigi 400 ming so'mga qiladilar.